Barchaga xayrli kun. Bizdan ko'pchilik bank orqali uy so'ragandi. Bugun sizlarga 3 xonali, juda ham chiroyli, remontlari zo'r qilingan uy topganmiz. Bu uyni bank orqali sotib olsanglar bo'ladi. Hozir mana shu uyimizni zal qismida turibmiz. Zal qismini ko'rishinglar mumkin. Bu uylarni juda ham chiroyli tanlab qo'yishgan. Uyga mos ravishda mana ko'rishinglar mumkin. Remontlariga bitta baho berasa, oynalar Akvadan, Akvani ham sifatli romlari o'rnatib qo'yishgan. Bu tomonda TV zonani ko'rishinglar mumkin. TV zonamiz ham juda ham chiroyli holatda, neobishniy ranglar tanlangan. Bizda ko'rishinglar mumkin. Bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi ham mana shunaqa oppoq xona, chiroyli ko'rinishda. Bu yerda ham akva romlar o'rnatilgan. Akvani ham sifatlisi o'rnatib qo'yilgan. Mana bu eshiklar ham har bir xonaga alohida joylashtirilgan. Juda ham chiroyli holatda turibdi uyimiz. Hamda kirish qismini ko'rishinglar mumkin. Uyimizning kirish qismi mana shu yerdan boshlanadi. Bu tomonda umumiy sanuzel hamda bu kirish eshigimiz bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Holatlar juda ham zo'r holatda turibdi. 3 xonadan iborat umumiy maydoni 61,5 kvadrat metr. Bu tomonda esa spalnini ko'rishinglar mumkin. Yotoqxonamiz ham holatlari zo'r. Bu yotoqxonamizga ham chiroyli aboylar tanlangan hamda o'zining isitish tizimiga ega turbalari mavjud. Uyimiz zo'r isitadi, isitishda muammolar yo'q. Suv, sovuq suv, barcha kommunikatsiyalar bu uyda bor. Oshxonaning holatini ham ko'rib qo'yasizlar. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Oshxonamizni balkonga ulab olishga mana ko'rishinglar mumkin. Kafellari bilan chiroyli ravishda remontlari yangi o'rtiribdi. Gaz plitani o'rnatib qo'yishgan. Yangi gaz plita ham bu yerda bor hamda bitishga ham bu yerda bor. Qolgan jihozlarni o'zingizlar o'rnatib olsanglar bo'ladi. Hamda bu tomonda balkonni ko'rishinglar mumkin. Mana balkon qismi ham tapchanlar qilib qo'yishgan, chiroyli holatda akvaromlar o'rnatishgan. Uyimizning holati juda ham yaxshi holatda turibdi. Uyimizga yangi ta'mirdan chiqqan, yashashga tayyor holatda. Bu uyimizga egalari tomonidan $38,000 so'ralmoqda. Kelib, uyni ko'rib, tepasida gaplashsanglar, yaxshigina kelishtirib berishadi. Asosiy tomoni bu uyga bank orqali sotib olsanglar ham bo'ladi. Pastda raqam qoldiramiz. Mana shu raqamlarga telefon qilib bog'lansanglar, uy egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanasizlar. Hozir tashqariga chiqib, sizlarga lokatsiyani umumiy tushuntiraman. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, biz Kosmosdamiz. Bu tomonda Vesta mehmonxonasi hamda bu tomonda sud joylashgan va uyimiz mana shu tomonda joylashgan. Uyimiz 2 qavatli, g'ishtli uyning 1-qavatida joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Tashqari tomonini travertin qilib qo'yishgan. Juda ham zo'r holatda naveslarga o'rnatib qo'yishgan. Mana shunaqa chiroyli agrot ham mavjud.